Simning ustida yurgan bu jonivor echki. Ha, xuddi akrobatga o'xshaydi. U atigi bir luqma oziqa uchun bor kuchini sarflaydi. Echkilarning tuyoqlari oddiy emas. Ular ikkiga bo'lingan va sirpanmas tuzilishga ega. Bu ularga hatto eng tor joylarda ham muvozanatni saqlab qolishga yordam beradi. Past og'irlik markazi va tabiiy yopishqoq oyoqlar tufayli ular sim ustida muvozanatni oson ushlab tura oladi. Echkilar insonlar tomonidan eng birinchi qo'lga o'rgatilgan hayvonlardan biri hisoblanadi. Ular tug'ma himoya instinkt bilan yashaydi. Xavf sezsa qochmaydi, darhol hujum qiladi. Bundan tashqari, echkilar o'z to'dasida kim boshliqligini aniqlash uchun shoxlar bilan duel qiladi. Siz ularga mehr bersangiz, eng mazali yem bilan boqishingiz mumkin. Lekin agar sizni boshi bilan urib yengsa, o'zini boshliq deb o'ylaydi. Agar echki bilan to'qnashib qolsangiz, orqaga qocharmidingiz yoki siz ham bosh urishtirishga tayyormisiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.